Biz har safar video olganimizda teri kasalliklari haqida gaplashamiz. Aynan teri kasalliklarida eng zo'r mahsulot, tabiiy mahsulot bitta meva haqida gaplashib bermoqchiman. Chunki teri kasalliklari bilamiz, etapma-etap, bosqichma-bosqich davolash kerak. Bu degani deyarli oylab, yillab preparatlar, tabletkalar qabul qilinadi yoki oylar davomida terimizda malhamlar, kremlar surib yurishimizga to'g'ri keladi. Bu bilan har bir bemorimiz doridan yoki shu mazlardan, kremlardan foydalanishdan charchab qoladi yoki bezib qoladi. Men shunday bir mahsulot haqida bugun ma'lumot beraman sizlarga. Aynan teri kasalliklarida juda as qotadigan tabiiy antioksidant mahsulot. Bu anjir mevasi. Anjir mevasi haqida aynan endi boshqa organizmda foydali jihatlari juda ham ko'p, lekin terimizga buning foydasi beqiyosdir. Oxirida, videoning oxirida ikkita kasallikka bu anjir mevasining juda ko'p foydali ekanligini ham aytib qo'yaman. Bo'lmasa boshladik. Anjir mevasi hamma joyda o'sadi, hamma davlatlarda bor. Buni topsak bo'ladi bu mevani. Bu kamyob meva emas, bozorlarimizda to'lib toshib yotibdi. Anjirning ham turlari ko'p, masalan qora anjir, sariq anjir, chapla anjiri deydi, kodata anjirlari deydi. Lekin har qanday turi ham inson terisi uchun juda foydali mahsulot hisoblanadi. Anjirni men hozir sizlarga bir qancha xususiyatlarini va terimizda bajarish mumkin bo'lgan vazifalarni sanab o'taman. Bo'lmasa birinchisi bu terimizda antioksidant vazifasini bajaradi. Ya'ni hujayralarda erkin radikallarni hosil bo'lishiga yo'l qo'ymasdan, ya'ni ularni qamrab olib, zaharli mahsulotlarni qamrab olib, o'ziga adsorbent xususiyatiga ega mahsulot hisoblanadi. Aynan bu terida ajinlar tushishini, shuni eslab qolaylik. Ajin ko'zimizda osti, qovoq, pastki qovoq sohalarida, yuzimizda, peshonalarimizda, yuqori qovoq sohalarida ajinlar tushishini oldini oladi. Pigment hosil bo'lishini oldini oladi. Pigment aynan bu tananing ochiq qismlarida bevosita quyosh nurining ta'sirida pigment dog'larning paydo bo'lishi, agar biz anjirni muntazam iste'mol qilsak, bu ikki muammodan qutulgan bo'lamiz. Keyingi bitta xususiyatlarni ham aytib o'taman. Keyingi bitta xususiyati bu gidratatsiya va namlik deyiladi. Ya'ni anjirning tarkibida fitsin va tabiiy shakar va suyuqlik mahsuloti bor. Bu teri ostida namlikni saqlab turish vazifasini bajaradi. Namlikni saqlab turish vazifasini bajaradi. Shuning uchun terining keratinizatsiya jarayonida ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni teri qipig'lanib ketmaydi, muguzlanish sekinlashadi. O'z navbatida bu teri kasalliklarida juda qo'l keladigan mahsulot hisoblanadi. Anjir mevasining keyingi xususiyatlaridan biri bu anjir tabiiy prebiotik hisoblanadi. Ya'ni ichak bakteriyalarida qulay oziqa hisoblanadi. Aynan qabziyat bo'lgan insonlarda, ya'ni ich qotish, surunkali qabziyat bo'lgan insonlarda anjir mevasi qabziyatni bartaraf etishga yordam beradi. Lekin buni uzoq vaqt qabul qilish, demak, diareyaga olib borishi mumkin. Shuning uchun buni normada yesak, bu bilamiz, ichaklarimiz bizlarda teri uchun eng katta yordam beradigan organ hisoblanadi. Shuning uchun bu anjir mevasini tarkibida endi B6 bor, fitsin bor, prebiotiklar bor, mikroelementlar va vitaminlar bor. Bizlar esimizdan chiqarmaylik, teri kasalliklarida, har qanday teri kasalliklarida bizlar vitaminlar yozamiz. Vitamin tarkibida minerallar va mikroelementlar bo'ladi. Lekin barcha vitamin preparatlarimizni bitta tarozining pallasiga qo'ysakda, bu pallasiga faqat bitta anjirni qo'ying, anjirning xususiyatlari bosadi. Chunki anjirning tarkibida yuqorida aytgandek vitaminlar tarkibida qanday mikroelementlar bor, minerallar bor, hammasi bor.
Shuning uchun teri kasalliklarda doimiy dori qabul qilish, doimiy preparatlardan qabul qilib yurish, doimiy mazlardan, kremlardan surishdan charchagan insonlarimizda do'stona maslahatimiz anjir mevasini har qanday turini, uni to'g'ridan to'g'ri qabul qilish, uning suyuqligini surish terimizda, agar yuzlarimizda ajinlar tushish, uning suyuqligini surish yoki dog'lar, pigment dog'lar, giperpigmentatsiya deydi. Giperpigmentli dog'lar yuzasiga surish dog'larni ketkazishga yordam beradi. Terimizning qurishida maska qilib, masalan, anjir mevasini surish aynan terining qurishini oldini oladi. Va hokazo ko'p xususiyatlari bor, teri kasalliklariga juda as qotadigan meva hisoblanadi. Anjir mevasini teri kasalliklaridagi ikkita muhim kasalligimiz bor. Suhaya koja yoki ixtiyoz kasalligi deydi. Yoki uning oddiyroq, yengilroq formasida oddiy psoriaz kasalliklarida ham terining qurishi, qipig'lanish jarayonining kuchayib ketishida anjir mevasining foydasi juda katta. Agar psoriaz kasalligida yoki ixtiyoz kasalligida allergik fon past bo'lsa, buni albatta laborator tahlil ko'rsatadi. Agar allergik fon past bo'lsa, anjir mevasini ixtiyoz yoki teri quruqlashgan yoki psoriazi bor bo'lgan bemorlarimiz anjir mevasini bemalol qabul qilsalar, foyda bo'lsa bo'ladiki, zarar bo'lmaydi. Lekin allergik fon baland bo'lsa, maslahat bermayman, chunki anjir mevasi allergik holatlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Va keyingi bitta yana kasalligimiz bor. Estetik nuqson, terimizda oq dog'larning paydo bo'lishi, tibbiy tilda vitiligo disxromiya deb ataladi. Aynan shu oq dog' kasalligida men maslahat beramanki, hattoki shu muammoga kirib qolgan bemorlarga maslahatim kundalik ratsionga kiritish kerak bu mevani. Bu meva oq dog' kasalligini davolashda juda ham yordam beradi. Yaxshigina sababi vitamin B gruppa va antioksidant dedim, tepada aytdim. Shu xususiyatlari aynan vitiligo kasalligini, oq dog'lar yuzasida dog'larning paydo bo'lishiga yordam beradi. Ya'ni normal pigment dog'larning uyg'onishiga yordam beradigan mahsulot hisoblanadi. Hurmatli obunachilar, mana bugungi videomizda aynan tabiiy mahsulot, antioksidant, zararsiz, doimo tarkibida foydali mahsulotlar bo'lgan anjir mevasi haqida gaplashdik. Bu meva kundalik ratsioningizda tursin. Bu mevalarni qabul qilganingiz foydali, yaxshi bo'ladi. Agar keyingi videolarimizda ham qandaydir mahsulotlar haqida eshitgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozing, men sizga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Darvoqe, anjir mevasini qandli diabet bor bo'lgan bemorlarga tavsiya etmaymiz, chunki anjirning tarkibida tabiiy shakar mahsuloti bor. Shuning uchun u qonda qand miqdorini oshirib yuborishi mumkin. Sizlar bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.